İnkas ve iniqlashlarımızda ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur elidagi Ramazon cheklimlari xalqaro jamoat fikrining besimi, Xitoy markaziy hukumatining o'zgarishchan siyosati va yerlik doiralarning shaxsiy xohish bo'yicha ish tutish natijasida ko'p chog'larda qattiq holatda davom qilsa, yana ba'zan qisman yumshash alomatlarini ko'rsatmoqda. Biz Ramazon cheklimisining bu yilgi ijro qilinish ahvolini aniqlash uchun Turpa viloyatidagi har qaysi soqchi organlariga telefon qildik. Ha, qanday yaxshimi? Yaxshi. O chatqal saqchqanimi? Ha, to'g'ri. Qanday Ramazonlik nimalarga diqqat qilyapsizlar? Ramazonlik bexatarlik tadbirlarida. Olaydi. Berib tekshirib, ambo qilibdi. Baliq bering telefonni, yeringizdagi. Ha, ma'qul. Ne deyishmi? Yaxshi, qanday o'zingizni avvalchi? Ne ko'rdingiz, bilgitammi yo'qmi? Qanday Ramazonlik nimalarga diqqat qilyapsizlar hozir? Ramazonlik tadbirlar ishbistira, bexatarlik tadbirlari. Sizlar jiyishni bilan aytmoqsizlar, ko'p baqsaq qildimsizlar. Bering boshqasiga. Bormi yo'qmi gap qilarlardan birisi? Bundan ma jiyishni bilan asba, to'pamniklarning ahvoliga baqsanglar bildim. Bu ko'pincha soqchi xodimlari Ramazon belgilamalari haqida eg'iz ichishdan o'zini qochuvdi. Deyishmi? Ha, yaxshi, qanday o'zingizdan avvalchi? Yaxshi, hozir shu Ramazon mazgilida sizlarning tuzuminglar qanday bu yoki alayda diqqat qiladigan, nazorat qiladigan bir tuzum qoida bormi yoki o'xshashmi? Diqqat qilish kerak, burundan diqqat qilsangiz diqqat qildiringiz. Masalan, qaysi nuqtadan qanday diqqat qilsizlar? Shu Ramazon mazgilida diqqat qilsanglar, nimalarga diqqat qilsizlar? Qanday diqqat qilsizlar? Nima diqqat qilsanglar, buni qanday qilsam bo'laman. Ba'zilar bo'lsa, o'z ishxonasidagi ahvollarni tilga ilish orqali Ramazon cheklimlarining qattiq holda davom qilayotganligini oshkorildi. Yaxshimsiz? Yaxshi, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Nima ish bor? Qanday sizlarning Ramazon mazgilida idoraning tuzumlari qanday sizlarning? Ro'z tutsa bo'ldi da deyilyapti yo tutmoqlar deyilyapti? Burunqi nimda burunqi o'xshash. Turpan shahridagi bir tarmoq soqchi idorasi xodimi Ramazon cheklimisining yillardagi o'xshashli davom qilayotganligini bayon qilgandan keyin ro'z tutishga bu yilmi ruxsat yo'qligini tilga oldi. Burun degancha 5 yildan oldingi burun bilan 5 yil. Hozir siyosat qanday bo'lsa, shunday qarang. Ha, unda bo'lsa tutishga ruxsat yo'q degan gap. Ruxsat yo'q degancha bu qanchalik kishilarga ruxsat yo'qda turdi. Men bekka asosiyatni o'qitamayman qarang. Ichki tarmoq o'rndim men. Juydan emas qarang. Unda bu yil alayda o'qitirish keldimi? Kammidan bu oldingi yillardagidan farqli qoldi. Uni men o'qitam. Uni bilmaysiz. O'sha siz boy degan shu sizning idorangizning ichida bir-birini nazorat qildigan, shu ro'z tutmaganni bu qancha vaqt bo'ldi? 4 yil bo'ldi. Bu ro'z tutganlarni bu nazorat qildigan ish yolg'izmish sizning ishxonadagi bu sizning shu tarmoq soqchi idorasiga ishmi yoki umumiy butun idora jamiyatlaridagi ishmi? Men bu ikki tarmoq o'rnidan o'tman. Ya'ni siz bilmaysiz. Shunaqa bo'ldi, unda isma qilib qo'yamsa. Turpan shaharchilik bir soqchi xodimining oshkorlashicha, Turpanda bu yilmi Ramazon mazgilida uy tekshirish, ko'cha charlash va masjid aqtirish tadbirlari yo'l qo'yilgan. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Ramazonlik bu bexatarlik tadbirlarini qanday ishlatishlar? Nimalarga diqqat qilyapsizlar asosli hozir? Ramazonlik mitzvaga ambo boryapmiz. Anki tekshirib beryapmiz. Ondan alqishim va fanqonga ketamiz. Bu xodimning askartishicha, charlash davomida aholilarning zo'rlik uchun atiganda o'rindan turib turmaganligi, kashlari iftog'i yig'ilmaganligi tekshirilgan. Uy tekshirgan chog'da asosli bilmoqchi bo'lgan nuqtani nima? Tekshirish obyektini. Uylan tekshirgan vaqtlardan qana ishlar beryapti, ana yerlar o'zini qo'rqitib bormi? Dalni cho ifto bo'lyapti, atigan zo'g'i turyapti, buni kuzatamisizlar? Ha, kuzatamiz. To'plash ifto qilishga ruxsat bormi yo'qmi? Yo'q. Atiganda zo'da turish uchun. Turpan shaharchilik bir soqchixonaning siyosiy yetakchisi bu yillik Ramazon bexatarlik tadbirlarining qonuniy tartib bo'yicha o'ngishli davom qilayotganligini ilgari surdi. Bu Turpandagi qaysi soqchi idora? Govchanami? Qaysi idorani demoqchi edingiz? Ramazonlik bu bexatarlik tadbirlarini qanday ishlasizlar? Nimalarga diqqat qilyapsizlar asosli qismlarda hozir? Buni boshliqlar sizga hozir telefon qaytarishni ma'qulmi? Boshliqingizga hozirli bilan telefonda chaqiring boshliqingizni. Qo'ysam bu pastga qo'yish. Ha, siz izdoyami masoqchiqandan? Ha. Ramazonlik bu qanday tadbirlarni ipirvasizlar? Ramazonlik bexatarlik tadbirlari qanday ishlanayotdi? Ramazonlik bexatarlik tartiblar joyida bo'linyapti. Tartib bo'yicha normal holat bo'ladi. Masalan, konkret qanday ishlarni qilyapsizlar? Qanday ishlar beryapti? O'ylanmadim ku vaqtida qonunsiz diniy faoliyatlar yuz beryapti. Yoki shu bexatarlik bor ishlar bormi? U o'zlari tekshirayotgan qonunsiz diniy faoliyatlar sifatida atiganda zo'rlik quturish va oqshomlar iftorga to'planishni sanab o'tdi. Masalan, qanday bo'lsa qonunsiz faoliyat bo'lgan bo'ldi? Masalan, Ramazon mazgilida. Yoqqan shu ro'z
Ranga kupkamsa kavatı tam avut bile ana nervesla okasa ne diyeyim onun biçe muhtaç buyacak olsun. Uyghur ayında ilgiri Ramazan çeklimsi biraz yumuşagan mezgillerde fakat partiya a'zolari, davlat ishchi xizmatchilari va o'smirlarning ro'za tutishi cheklangan. Qolganlarning ro'za tutishiga cheklama qo'yilmagan, ammo ro'za tutishga rag'batlantirishmi bo'lmagan. Mazkur siyosiy yetakchining bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, bu yil Turpanda kim bo'lishidan qat'iy nazar ro'za tutish umumiyuzlik cheklangan. Siz masalan bir saqchuli sifatingizda oldingizga birisi kelib ro'za tutsam bo'lamdi, bo'lmam deb so'rasa, bu odatga buxrak kelib so'rasa, nima deb javob berasiz? Bumaydı kanun bo'yicha bumaydı deb javob. Bu ma'lum sondagi odamlarga, ma'lum yoshdagi odamlarga bo'ldi deydigan o'lcham bormi, yo'qmi? Yo'q, ona o'lcham yo'q. Har qanday yoshdagi, har qanday kasbdagi, har qanday o'rindagi odam tutmaslik kerak. Shundaqmi? Uning deyishicha, Ramazon mezgilida Ramazon cheklimlariga xiloflik qilganlarga yenikroq ahvolda tarbiya berish, ig'ir bo'lganda qonuniy jazoga tortish haqida uqtirish chiqarilgan. Ruxsat bormi, yo'qmi to'plashib iftor qilishga? Yo'q, ruxsat yo'q. Atiganda zo'g'i turishga ruxsat bormi, yo'qmi? Ruxsat yo'q. O'sha Ramazon belgilamasiga xiloflik qilganlarni qanday bildirib qo'ysizlar? Namisi qaraymiz-ki o'nnaki qonun tushirib, qonun bo'yicha qo'su hamda tarbiya qilgan qilgan yeni darajada bo'lsa tarbiya qilmay, hamda biza ig'irroq bo'lsa turib uqtirishda to'plashib iftor qilish eng ig'ir qonunsizlik deb bekitilgan. Mazkur xodim to'plashib iftor qilganlarning bir qanchalikdan kesilish ehtimolligini eskartdi. yomon ig'irlikda bir necha yil yuqori yo'llab shuna qildi. Shu yama ig'irroq deganingiz qanday harakat? Shu bir necha yillik kesildigan. To'plashib iftor qilayotgan o'ynamaslarni. Mazkur siyosiy yetakchining yana oshkorlashicha, bu yangi uqtirish bu yil Ramazon boshlanishidan bir hafta burun uqtirilgan. Aralıqda 2 yildan oldin yana azroq bir yumshash bo'lgan, azroq bir kamchilik bo'lgan bir ahvol borchu, bu yo'l qo'yilgan bu tarafda. Masalan, 65 yoshdan cho'nglar tutsa bo'ldi, davlat xizmatchisi bo'lmaganlar, partiya a'zosi bo'lmaganlar tutsa bo'ldi deydigan qaydim aralıqda bir chiqqan yo'l qo'yilgan. Shunga mushaqqatligi maxsus bir uqtirish keldimi, kelmadimi? Qayta chiqintildi, hech qanday qadam ro'za tutishga bo'lmaydi deydigan. Uqtirish keldimi shu Ramazon kelishdan burun uqtirilib, mayna Çünkü şuna oldu deb uqtirish qildi. Mana Ramazondan, ya'ni 2023lik Ramazondan qanchalik kun bir hafta burunmi, Ramazon 2 hafta burunmi bu uqtirishning kelgani? Bir hafta burun. Undaqda 2022-2021da 2 yil burun biroz yo'l qo'yilgan, shundaqmi? O chaqda tutishga bo'ldi, yoshli cho'nglar tutishga bo'ldi. Shundaqmi deymi? Ha, to'g'ri. Ammo bu hozir siz hamda hech qanday odamga ayol, cho'ng, kichik partiya a'zosi normal odam bo'lsin, hech kim ro'za tutishga bo'lmaydi. Yangi uqtirilgan qoidami shu? Shundaqmi bir hafta burun? Ha, shunday. Shu uqtirgan chaqda hech qanday odam, har qanday odam ro'za tutsa bo'lmaydi deb ochiq dedi, shundaqmi? Ha, shunday. Kanalimizga a'zo bo'lgan, bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarimizdan Alloh razı olsun. Qarindoshlarimizning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixni berishi, hammaga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Alloh razı olsun.